Endi bayamqi videoning davomiga kelsak, endi bayamqi videoda biz bir kompyuterga ikki appni qo'shildik. Birisi Cortex degani mani qo'shildik. Yana birisi nima Honeygain deb ikkini qo'shildik. Ikkisi hozir kompyuterimizda mengyapti deyli. Bu yerdan ikkisi bu oqsab mengyapti. Biz sizlarni ish ta'sir qilmaydi. Sizlarni bu yerda video ko'rsanglar, xabar ko'rsang ta'sir qilmaydi. Bu oqsab mengyapti. Bu kan qazyapti. Shipilaq tangining kan qazyapti. Az bo'lsa Masalan, hozir bu masalan men o'tam 3-si kelsak, 3-sini buni uni qo'shlaymiz. Bu jiq 5-6si bor. Hammasini bir kompyuter qo'shlaysan, 5-6si shu har birisi shu qonni qizib bersa, oxirida yig'ib kelsa, bir oyda $1 topsa, oxiri buni ko'paysanglar bo'lsa, ko'paysanglar bo'ldi. Masalan, bir kompyuterda bir oyda $100 topsa, 10 kompyuter deymiz. $1000 bo'ldimi? $100 $10,000 bo'ldimi? Bir kompyuter. Endi buni kompyuterni o'zini olmaysizlar. Degandek buni sun'iy kompyuter var. Torun özünün. Aşının IP adresi o'xshamaydigan aşının app'lar. Birisi $5'miki? Bir kompyuterin o'zi, sun'iy kompyuterin birisi. VPN'ni olman desanglar $1 birisi. Aştaq keyincha buni amalni qilamiz ku. Men qilib baxtim bo'lmadi, biroq keyincha men boshqa amalni qilamiz. Shundan 3-sini nima desanglar, 3-sini men boshdagi videoga kiriblar. Boshqa videoniki ulanish bor, IP Royal, IP Royal. Mana bosinglar. Hozir men Honeygain qashlab bo'ldik, shundan men Cortex qashlab bo'ldik. Andan keyin men ikkisi qoldi. Mani videoda men ikkini so'zlayimdi. Shuning bilan buni miyaga shundan buni miyaga bassa to'g'ri. Ulanishni miyaga bassanglar. IP Royal piyon chiqdi. Bundan sign upni bassanglar. Meni hozir bir hafta aran shu $1,5 qazibdi bu. Qazmabdi. Ya bir kompüterda qazib ketding, bir kompüterda ishqilib shu masalan bir kunda 10 pun topsam, masalan keyincha bularni maliki 5-6 vakiya buni ham ishonchlik hamdi. Bu bakchiqga bu 10-20 vakiya bundan shu porliq pikap topadigan, biroq ba'zi aldamchilar buni qashlab qo'ysanglar, bilmay qashlab qo'ysanglar kompyuterni buzib o'tadi. Hakerlar kirib oldi. Mal endi shu men degan 4-5 va buni endi shu ishonchlik nisbatan ishonchlik endi shu bularni bu appni yasag'ida 4-5 yil bo'libdi, haqlar ishlatqida 4-5 yil bo'libdi. Hech qanday chatoq chiqmabdi. Shu bizni qashlab qo'yishdan yillab shu kompyuterni o'zi menga berdi, pul tepib berdi. Az bo'lsa keyinchi bosh o'sib qolsa, biz kim bildi o'sib bir minch pul tepib ketamsizlar. Bo'lmaydi. Shu az bo'lsa hozircha mishni ishonchli bo'lsa qashlab turaylik. Bir kompyuterga 5-6 ni qashlab kelsanglar, keyin bir gap bo'ladi. Shundan bu yerga kirdinglarmi? Kirib bo'lgandan keyin sign up qilib, sign up degan to'g'ri meni aslida bunday chiqmaydi to'g'ri. Sign up bu yerdan sign up bassanglar. Turinglar, bu yerdan asli. To'g'ri chiqmaydi boshqa buncha. Sana miyani besib, sign up deganni bassanglar. Yani email açın soraydı. Email adresini programdan keyin maxfiy nomerni soraydı. Yani o'xshashlar bu email adres bilan maxfiy nomerni burun o'xshash qilinglar. Burun qilsa. Intaqalga chiqmasin yana. Mana bastыңlar, ikkinchi qator meni o'xshashlar maxfiy nomerni bassizlar. Maqsad maxfiy nomerni ikki qator bosishga maqsad shu buni jazmlashtirish. Andan keyin mayada sign upni bassizlar. Sign up'ni bosgandan keyin meniki burun sign up qilib qo'ygan, meniki bu burun bor. Shuning uchun bu olib burun this email has been already been taken deydi. Bu olib burun hesab bo'lgan deydi, kirmayman. Hadi bosgandan keyin sizlar miya kirish, o'sha kirgandan keyin bu yer kirishlar. Miya kirishlar. Mana boshimizdan bo'ldimi? Bu endi masalani ko'rsatishni qilyapman buni. Sizlar boyaqiga kelgandilar, sizlar boshqa bir kishi opirdi. Miyada men agashimsan bo'ldimi? Sizlar mana baslar, men mana basman. Chunki men olib birini buni hisobini ichib qo'ygan. Sizlar miya kirdi. Sizlar oyoq bosgandan keyin sign up degan bosgandan keyin miya kirdi. Miya kirgandan keyin sizlar download deganni baslar. Besib mana baslar. Buni save deganni baslar. Besib, ondan keyin deydiganim, agarda virusni o'ldiradigan app bo'lsa, cho'qim miyani besib
meniki masalan Kaspersky deymiz. Chuqur buni o'ng tarafni besib, ma'laqi mouseniki. Chuqur buni exit qilib yoki bo'lsa o'sha to'xtatish degan bir yere chiqadi sizniki appniki to'xtatish yoki bir deb chiqadi. Bo'lmasa exit deb chiqadi. Exit deganni yoki to'xtatish degan besib etib, undan keyin mana tushlar bu tushmaydi. Bu tushirib bo'lgandan keyin openni boslan. Openni bosgandan keyin yesni boslan. Next'ni baslan, agree'ni baslan, install deganni qarashtirish degan gap. Qarashtirishni baslan. Meni qarashtirib bo'lganiga shu bayadan bu yerdan bir azar bir narsa so'rayotdi. Sizning chiqmaydi. Shuning bilan buni qarashtiryapti. Hozir finish deganni baslan, finish deganimiz tugi degan gap. Finish deganimiz qarashtirib bo'ldik tugi degan gap. Qarashtirib bo'lgandan keyin sizning miyaga bir narsa chiqdi. Shundan buni o'chiribsizlar. Bo'lmay qolsa yana shu email adresini yoki maxfiy nomerni so'raydi. Email adresini so'rab qolsa kirgizib bassanglar miya kirdi. Kirgandan keyin bo'ldi o'chiribsizlar. Shundan miya kirgandan keyin bu pound is running degani andosi menvato degan gap. Shu pul tepot degan gap. Shuni o'chiribsizlar. Shundan bu oxirida miyada yoki bo'lmasa miyada shu kompyuterning orqa sapda o'zi pulni tepaverdi, mengaverdi. Bu o'xshashlar to'rni setish orqali topadi pulni. Masalan hozir bu qanchalik pulni to'rniki qanchalik data ishlab bo'lganiki bu yerga 7.3 gigabayt data hozir mening Wi-Fi'ning 7.3 gigabayt data ishlab bo'libdi bu. Shuna sizning to'rdagi Wi-Fi'ni cho'qim sizlar 1000 gigabayt qo'ytinglar yoki bo'lmasa agarda chiqpar qilmasa unlimited ya'ni cheksiz data almashtirdinglar sizning telefon shirkatiga telefon uchun. Buni hozir qarashtirib, keyin bir gapdan keyin qilsang bo'ldi. Bir kunda bunaqa chiqish ishlamaydi. Har kunda 5-10 megabayt chiqishdi. Keyin vaqt oldin qarashtirib o'tib, mang'uz qo'yib, pul topqachsin. Ondan keyin az bo'lsa-mi, keyin vaqt chiqqanda pochtaxona shuni Wi-Fi'ni sotgan yoki berib, yoki telefon qilib, buniki bizning datani yo'q planni olmoqchisan bo'ldi. Uchratganlar shundan keldi, shundan tugidi. Shundan bu endi bundan o'chiribsizlar, shundan menga berdi. Shuning bilan hozir bilan jami bir kompyuterda 3 applar orqasab mengatdi. 3 app orqasab mening yoz chiqmadi. Sizning chiqdi bu yerda. 3 app bilan orqasabda mengatdi. Pul topadi. Andan keyin to'rtinchisi ana bu yerda pul topadigan emas. To'rtinchisi endi bu yerda orqasab menmaydi u. Bu endi to'rtinchisi nima bo'lsa Coinbase. Mau bu qandaq app desanglar, bu maxsus shu Bitcoinni oladigan, sotadigan yoki haqi avatadigan yoki qabul qiladigan ishlatigan app. Buni miyadan besib, masalan, meniki videoni 2 video, 3 video ham bog'da ham hamma chaplab qo'ydim. Shuncha kirib bilan shuni linkini besiblar. Miyaga bossanglar. Ash linkini bosmay, bosh Coinbase.comga bossanglar, sizlarga nima $5 nima ma'no berdi to'g'ri. Ma'no boshqa beradi. Agarda ochni bassanglar, sizlarga ancha-munchalik mukofot qolsa, mukofot beradi. Coinbase.comga bassanglar, mukofotni menga bermaslik mumkin. Men besib, masalan, sizlar cho'qim masalan first name, last name degan hamma cho'qitmaydi. Men Coinbase'ga cho'qim to'g'ri kirsangizmi? Boshqasini John yoki bo'lmasa Michael deb kirsang bo'ldi, biroq bu Coinbase'ga cho'qim o'zing ismi nomerini, ismini kirsang bo'lmaydi. Nur mana kirgizlar, email adresini kirgizlar. Anaki pasportni birini yasaysizlar, burun o'xshash qolgan eng yaxshisi. Yoki bo'lmasa ayrim ma'noga ayrim qilsang bo'ladi, masalan, muhimroq. Buni kirgizlar, anaki ma'no basizlar. Isminglar cho'qim pasportdagi yoki bank nomerini ochgandagi ism, cho'qim bank akkaunt ochgandagi ism bo'lish kerakmi? Create'ni basizlar. Create'ni bosgandan keyin ma'no baslaydi. Okay, ma'no basay. Tak, çıkmaydı ya bu. Terms, I don't need the terms. Come on. Terms emas. Chiqib o'shani bassanglar. Mana qanday oxirida miyadan hammani kirgizib bo'lgandan keyin create'ni bassanglar. Chiqadi, chunki meniki oldin bes bo'lgandan keyin oldin existingni nim isovat bo'lgandan keyin shuni ma'lumotdan siz boshqandan keyin boshqa narsa so'rash mumkin. Boshqa savollarni so'rasa hammasini aniq javob beringizmi? Tug'ilgan kunini so'rasa, adını so'rasa hammani dal joyida. Masalan, hatto shopir kirishni so'rash mumkin ba'zi mandaq
nimalar shopper kinchikni so'rasam to'liq shu to'g'ri javob ham olmaydi. Bankdagi viza nomeri so'rasa buni to'liq javob ham olmaydi. Chunki Coinbase deymiz dunyo bo'yicha eng cho'ng masalan 10 shu Bitcoin oladigan sotadigan appning birisi. Bular nisbatan ishonchli. Coinbase deymiz, Binance deymiz, Bybit deymiz. Ondan keyin crypto.com deymiz, bir nechasi bor. 10 cho'ng dunyo bo'yicha 10 cho'ng mashining birisi. Menimcha bu nisbatan ishonchli. Bo'lmasa uni haqida vizaniki nimasi hammasi to'liq kirganmisanlar keyin pulni chiqara olmaysizlar, pulni ola olmaysizlar. Undan shu viza bilan shifrotanga ola olmaysizlar. Bu deymiz keyin shifrotanga olsangiz mashining ichiga olasizlar. Bizlar biz bo'lgandan keyin oxirida men savol javob berib bo'lgandan keyin eng oxirida mandaq bir boshqa bir yana bir yer chiqirdi. Ya'ni men buni hesab bo'lgan shu men yerdan kirmaslar, yerdan boshlab men agashibsan bo'ldimi? Men faqatla yerdan kirmasam bo'lmaydi. Sizlar menda baslar, sizlar an basmasam bo'ldi. Masalan, mening email adresini kirgizsizlar. Ondan keyin men pasportni kirgizaman. Continue basamiz. Never. Endi meniki, mandaq bir USB ochqich bor. Gerçek hackerlar meniki maxfiy nomerini elib olsa-mu, shu USB ochqichni ichiga solmasa, ochilmaydi. Shu hozir meni so'rayotdi, men hozir USB ochqichni solay ichiga. Okay. Shu soldim. Solgandan keyin miya kirdi. Sizlar bayamqi sign up degani bossanglar, miya mandaq bir yerga chiqib kirdimdi. Mishani başlasak bo'ldi. Endi miyani boshlaymiz hamda. Bayaq yani o'tirdik arqani agashmasdan bo'ldi. Miya kirgandan keyin qanday qildi desanglar, learn and earn degan miya kirsizlar. Bu yerda bisib, agar bu yerda bisib mundaq narsalar chiqmasa, unda cho'qib bir necha kun saqlanglar, yoki bo'lmasa sizlarning qanday jazmlashtirilgan bir narsalar so'raydi. Masalan, adresini, andagi ya shoplar kinchikisini, yoki bo'lmasa vizani, bankining numarasini, yoki bo'lmasa uyniki adresini, yoki bo'lmasa uyga adresga pul to'lagan, suv pul to'lagan, yoki bo'lmasa uyning ijarasi to'lagan bir ashtaq bir talonlar bor. Shu to'lovlarni so'raydi. So'ragandan shular avatsizlar, avatgandan keyin 3 kundan keyin sizlar bo'ladi. Sizningki bu hisobotni biz jazmlashtirib bo'ldik. Ishlasang bo'ladi deydi. Ishlasang bo'ldi degandan 3 kundan keyin anaki ma chiqdi. Agar huquqimda men esim chiqib qoldi, meniki men burun qilgandan keyin chiqib bo'ldi ma. Agar chiqmay qolsa, ashuna qilsizlar, 3 kun saqlagandan keyin men chiqdi. Chiqqandan keyin mana bossanglar $3 topib ekansizlar. Masalan, mana bossizlar. Bu endi savol javob endi. Mush orqali sizlar o'rgatmoqchi bu mesela dars o'tishlar endi. Birinchi ma savol ekan, bu savolning javobini qanday topman deganda, meniki mana bu javob topib qolgan, shu mana chiqmaydi. Sizniki ko'z deb chiqdi. Ko'z deganimiz sinoq degan gap. Ko'zni bossanglar Mesela andaki savol bor, miyada 4 xil javob chiqdi. 1, 2, 3, 4 tab. Shu bu inglizcha bilmasangiz ishlanmaydi. Birinchini bes boqsizlar, to'g'ri bo'lsa ikkinchisini, u to'g'ri emas uchinchisini, u bo'lmasa to'rtinchisini bes boqsizlar. Shu to'rtinchisini qaysi bo'lsa to'g'ri bo'lsa, andan keyin to'g'ri deb chiqdi. Shundan sizga $1 berdi. Andan keyin ikkinchi savol qilsizlar. Bu asar ketmanglar bu chiqib so'rasam, qanday qilaman, buni chiqarib o'tami deb. Bu bir savolniki jami 7 qitim xato bassanglar bilirdi. Biroq hozir bir savol faqat 4 ta javob bor. 4ni bilmay qolsanglar, boshdan boshlab besib kelsanglar, 4ni cho'qim birisi to'g'ri chiqdi. Biroq sizlar 7 qitim bassanglar, anadan keyin sizlarni chiqarib o'tadi. Shunga uni asar hech qanday asarni o'rniga 7 mumkin emas, 7 qitim basmaysanglar u. 4ni ortiq besilmaydi-ku. Shundan birinchisi besib bo'lgandan keyin ikkinchisi bassanglar, ikkinchisi bu yerdan ko'zni bassanglar, yana bu yerda 4 xil javob chiqdi. 4 xil javobning biridan eng yaxshisi sizlar mana ingliz bilsanglar, mana o'qib o'tib, bu tushunib o'tib, anadan keyin javobini to'g'ri topinglar. Çünkü sizlar uydudu bu. Mesela pulni qanday soldığını, Bitcoin'ni qanday aldığını, uydudan yaxshi uyumalan yaxshi. Yani İngilizce bilmay qolsanglar, bo'ldi uni bunun deb keyinchi İngilizce uygunlar, keyinchi uygunlar İngilizce öğrenilmaydi. Bu dunyoda İngilizce öğrensen jamoat markazida keyinchi. Bütün yangi xabarlarning hammasi yaxshi narsalar hammasi İngilizce chiqib tursa. Shundan mesela javobini bir 4 baslan to'g'ri chiqqan 3-chisini kelisizlar. Şunundan bu həmiş tüygəndə ki, şunaya girsizlər, cəmi $3 birdi ekan, ondan keyin maya girsizlər, bunu basıdı ekansizlər. Bunu mu oxşaş? Bir şeydən nima? Ma videonu qo'ydi ekan, videoni ko'rdi ekansizlar, videoni ko'rib bo'lgandan keyin ondan miyadan 3 xil 4 xil javob bor.
Cevabını qaysi olsa şu bilmey qalsanlar birincidən başlap əmində birdən besib kilsdən qaç toğru olğanda şu toğru deydi şundan $2 berdi ekan. Anındaki next deyimiz kilərki degan gap. Kilər qatımğa basılan bunun müstəq videonu ko'rsizlar. Bunu ko'rib bu yerdan javobini topsizlar, javobini bersizlar, javobini basizlar. Birdən 4 kuchuq deyman. Yani ama birdən 3 kuchuqmi esin chiqib qoldi. Qaysi javobini birdan boshlab besib kelsang to'g'ri chiqqanligini to'g'ri deydi. Shundan next deb basizlar. Shundan qilib hammasi tugagandan keyin hammasini besib javobini hamma berib qo'ygandan keyin eng oxirida complete deydi. Yani complete degan hammasi tugaydi degan gap. Tugagandan deganiki andan keyin ma'no besib asatni başla asat degimiz sizlarning topgan pul degan gap endi. Sizlarning pulingni, mal mulkingni degan gap. Asat deganimiz. Bu yerda basqandan keyin jami sizlarga $16.164 pul berdi. Mushu vaqt mushukning ichida, mushu Coinbase mishni besiplar, ashni mush tugatganning mushu savol javobni tugatganliglar mushu vaqt o'zida $16.16 pul berdi. Endi buni har 7 kunni bir mishta yangi savol chiqib turdi. Har 7 kunni besib qo'ysanglar, buni har 7 kunni $16 deydi. Ba'zilari 7 kun deydi, ba'zilari to'g'ri qarasam 20 kun deydi. Hozircha o'tirsa bilan 10 kun deydi. Her 10 günde vaqt chiqib qolsa, kirib başdan besib qo'ysanglar, har 10 kunda $10 berdi. Shunda qilganda bir kunda bir oyda bundan $30 topsanglar yoki biz 10 kunda 15 kunda san mesela bir oyda 2 qatimda besib qo'ysanglar, 2 qatimda $15 top, bir kunda $15 bo'lsa, 2 kunda $30 bo'lsa, bundan $30 chiqdi. Bu endi boshdagi 3 aptinish bo'lganda bir $50 chiqsa, $80 bo'ldimi? Davom bor. Davomni qismini so'zlaymiz-ku buni. Yangi chiqsa men qo'shib qo'yiberaman. Şundan bu 15 şundan bir şundan $60 tapqan bo'linglarmi, $80 tapqan bo'linglarmi? Endi bu dollarni hammasini mishaga yig'iblasizlar. Endi bu yerdan qanday qilaman deganda bu yerdan pulni qanday bu pulni tapqan pulni masalan keyincha qanday chiqaraman desanglar. Bayan sal, bani yana bassanglar. Sal yana bassanglar. Ma PayPal yana bassanglar, buni pulni hammasini PayPal'ga chiqarib o'tgansizlar. Faqat PayPal'ga Visa bo'lmaydi ekan. PayPal'ga agar PayPal bo'lmay qolsa, add payment method yana bassanglar, yana bassanglar. Undan keyin PayPal yana bassanglar. Sizlarga PayPal account kirsizlar, PayPal account kirib, undan keyin buni hammasini kirib bo'lgandan keyin oxirida hammasi bo'lib bo'lgandan keyin oxirida miya qaytib keldi. Miya qaytib kelib, oxirida shundan PayPal ulindi, shundan pulni oxirida PayPal o'rpirdi. Mayda ondan $15 olsun ya $1 milyon olsun, hammasi ya $100 olsun hammasi PayPal o'rpirdi. Shundan bu shpirtangini PayPal urib, shundan naqd pul qashlab, naqd PayPaldan naqd pulga chiqarib anaqa qashlaysizlar. Yerda mana. Endi buni agarda meniki pulim jiqdi, shpirtangini ep qo'yib, keyin o'skanda sotqin botdi desanglar, ya'ni men yana boshini baslan, shuni besib bayqisi satqan bitinglar, bir shpirtangini $10 satılmış dağma. Endi bu yerda olaman desanglar, meni bayni basdimiz elishdan gap ingizcha. Bassanglar, bu yerda bankining bu yerda o'lin chiqib, bankisi chiqdi. Masalan $100 bas olaman desanglar, $100. Bu yerda bankining o'lin chiqdi, bu yerda bankini men bassanglar. Agar bu yerda chiqmay qolsa, mani besib, settingni besib, payment method mayanda besib, add payment method miyada bassanglar. Ma PayPal'ning agar PayPal'ning miyadan qo'shib qo'ysangiz bo'ldi, undan keyin credit debit card degan. Mana bassanglar, sizlar bu yerda debit card bo'lsin yo Visa card bo'lsin, sizlar Turkiyaniki debit card yo Yevropaning debit card bo'lsa, o'shani bassizlar, hammasini kirgizib, amini kirgizib bo'lgan add degan bassanglar, oxirida ulindi. Ulinib bo'lgandan keyin cho'qim bu Visa cardni ulan vaqtda cho'qim shu Yevropada bo'lsa, Yevropadagi do'stlardan yoki Turkiyadagi shu do'stlardan cho'qim so'ranglar. Qaysi banka shpirtangini og'zi bo'ladi yo sasi bo'ladi debchi. Ba'zi banka shpirtangini og'zimay saqizmaydi. Shunday bo'lgandan keyin sizlar pulni ursanglar o'tmaydi. Masalan, Kanadaniki Scotia Bank'ning o'tadi, boshqa o'tmaydi. Burun meni qanday Royal Bank'ning o'tmaydi, Royal Bank'ning o'tmaydi. Scotia Bank'ning Visa o'tmaydi, faqat debit card o'tadi. Visa card bo'lmaydi. Shuning uchun mishada Kanadadan bo'lsa, Scotia Bank'niki cho'qim debit card kirgizsanglar, undan keyin o'tsan o'tadi, undan keyin debit card kirgizib bo'lgandan keyin Turkiyaniki shu so'ranglar. Shu Bitcoin o'ynagan bolalardan uchun qaysi bankniki qaysi card o'tadi, Visa o'tamdi, debit card o'tamdi. Ashulaqa qo'shilamdi unam debchi, bankda ba'zi bank unmaydi.
vizadan shifratan asan unmaydi ular. Decline qildi. Shuning uchun so'ralib, ashni qadimcha kirgizib bo'lgandan keyin, andan keyin shundan bayn ana salni baslan. Basqandan keyin salni basqandan keyin ya basqan. Kaman. Shular $100 bilamdi, ya $1000 bilamdi, shuni basqandan keyin miyada andan chiqdi. Masalan, meniki kirgizgan miya chiqdi, bank of Scotia chiqdi miyada. Yana biz plan andan keyin miyada private meni baslanlar. Andan keyin $1000 o'sha basqandan keyin agish masanlar 1 minut ichida $1000 setib olasizlar. $1000 shifrotangina Bitcoin el baslan shuni saltiriblar. Shu 5 minutda keldilar, andan keyin miyani baslanlar, miyani baslanlar. Miyada $1000 chiqdi, miyada $1000 chiqdi. Shundan Apple donlar, setishni bilib oldinglar. Endi masalan buni men boshqa bir tanga almashtirib desanglar, masalan sizning hozir bergan tanga hozir XML tang ekan, XLM tang bir ekan. Sizlar bu tangini masalan endi qanday qilib boshdan almashtirman desanglar, masalan bu tangini to'g'ri boyqish Bitcoin emas shu maras. Siz topgan pul Bitcoin emas ekan, jumi ma tanga. Asatni bossanglar, sizlar $12 ma tanga beribdi, $3 ma tanga beribdi. Masalan $12 ma tangini bassanglar XLM degan tang ekan. Buni masalan bir bankaga o'zim xashlatim desanglar, salni besiblar, PayPalni bassanglar, sal o'g'ni bassanglar. Ay, come on. Nimani ostida bu, come on. Masalan, salni bassanglar, mana mesela PayPal'ni besib oldinglar, sal o'g'ni amini besib olgandan keyin shu PayPalga chiqib pulni PayPal uritdi. Endi buni meni bu pulim bor deymiz, bunda oz pulga anchibak olmaydim, keyin yig'ib olay desanglar, masalan boshqa bir coinga hozir ma Bitcoin emas ekan, XLM degan token ekan, yana bir tanga ekan, boshqa bir tangaga almashtirman desanglar, ama convert deganni bassanglar bo'ladi. Convert degimiz almashtirish degan gap. Buni bassanglar, masalan buni Bitcoinga almashtirman yoki bo'lmasa Bitcoin almashtirsanglar bo'ladi. Mesela convert 10'nu bassanglar bütün bar tangini hemen almashtiradi. Ya komsa Bitcoin emas. Elon Musk'ning Dogecoin'ga bir so'g'i. Dogecoin'ni keyin usab qolsa, hozir Dogecoin'ga tushgan vaqtda men ep qo'ysam, bundan keyin usab qolsa, buni foydalanmayman desanglar, convert 10'nu bassanglar, hozir men Dogecoin almashtirdi hozir. Mishat almashtirgan 1000 tanga bor. Convertni bassanglar, jami 50 tal Dogecoin tanga ekan, $12 $50.7 Dogecoin tanga keldi ekan tanga. Shundan bundaq tanga almashtirishlar. Andan keyin agarda Turkiyada mening do'stlarim bor edi, Turkiyada mening mol-mulkim bor edi, biroq mening Yevropada do'stlarim bor edi. Yevropada sizlar bilasizlar, agar siyosiy panoh tilab qolgan qarindoshlar bo'lsa, bankaga hech qanday pulni sog'izmaydi. Bankning sog'gan pulini darhol bo'ldi. Agar mushtaq Yevropaga pul solmayman desanglar, mana Yevropadanki ya Germaniyalamda ya Gollandiyamda ashlarniki Coinbase account birsizlar. Bu yerda Coinbase.com emas, Coinbase Germaniya Coinbase.g deb chiqqandiki, yo bo'lmasa Turkiyaning Coinbase.turkey deb chiqqandiki, TR deb chiqqandiki, ashdoyatning Coinbase kirib qilasizlar. Ondan keyin account hisobida birini ochib, receipt demingiz endi qabul qilishdan gap, boshqa pulni tangini avasa qabul qilishdan gap. Biz receipt yani besib, ondan keyin men Bitcoin yani besib, masalan Bitcoin yani besib, ondan keyin ma tangini ma'ni bassanglar, shu Bitcoinning adresi shu. Sizlar qabul qilmoqchi bo'lgan portmalniki shifre tangi portmalning adresi, mushto portmal o'pirdi. Mushu sizning portmalning namdi. Bunda bassanglar, sizning portmalning adresini hozir bu yerga ko'chirib oldi. Buni ham desizlar, receipt degimiz qabul qilishdan gapni. Qabul qilmoqchi bo'lgan odam Coinbase akkauntni birini ochib, bu yerga kirib, mana besib, receiptni besib, mana shu portmalni adresini ep bo'lgandik, ana sizlarga bu portmalni telefonini yo'llab berdi. Yo'llab bergandan keyin sizlar andan keyin Turkiyadan sizlarning mustaq Coinbase akkaunt bilan ochgandan keyin masalan sizning hozir akkauntda $1 million bor deyli.
Bu mayli $1 milyon satamsizlar yoki avatamsizlar, $1000 avatamsizlar, $1 avatamsizlar yo $100 milyon avatamsizlar hech kim bilmaydi, hech kim uqmaydi, hech kim chanmaydi. Masalan, $100 milyon bor deyli. Agar $100 milyon bo'lmasa, men $100 milyon elib shifr tangini avatdim, chunki $100 milyon bankdan avatsan bo'lmaydi emasmi desanlar. Men boy degan gaplar, boyimiz setishdan gap, boyni besib, boshada Turkiyaning bankasidan shu bizim menimcha bir kunda $1000 ortiq satqız og'izmasmiki. Masalan, bir kunda $1000 olsanglar, 10 kunda $100 yapılamsizlar, $10 yapılamsizlar. 100 kunda $100 yapılsan, 100 kun ketib kelib jami olgan. Jam $100 ep bo'lgandan keyin buni jami misal asat chiqdi, keyin ep bo'lgan har bir kunda $10,000 ya menimcha $1000 mi, $10,000 mi ashtaq o'lchim bor. Uncha og'izmaydi kunda. Ashun ep bo'lgandan keyin yerda chiqdi $100 chiqdi, chiqqandan keyin buni meni besib, Yevropadagi uçakda sen deysizlar, sen deyimiz evet degan gap. Yevropadagisi receive degani, Yevropadagisi bu qabul qilgani. Ma sendan baslan. Sendan besib, andan keyin Yevropadagisi do'stlar sizlarga, menga telefondan sizlarga ashu portmonning adresini avatidi. Shipirliq tang portmonning adresini avatidi. Aytgandan keyin sizlar menga chaplaysizlar buni. Telefon avatsa, siz menga chaplaysizlar. Chaplagandan keyin menga $100,000 kirgizsizlar. $100,000 kirgiz bo'lgandan keyin men konteyner bosgandan keyin $100,000 5 minut ichida sizlarga o'rgatadi. Biroq bu dollar umay shifrtang urdi. Sizlar qarshi tarafniki shu Coinbase hisobot qurdi. Bu hisobotga hech kim kiramaydi, hech kim bilmaydi. Bu chunki bu hisobotda pul hisobot kirdi. Sizning garchi sizning bu yerda Visa bo'lsa-mu, chunki pulni Visaga yoki PayPal olmagandan keyin hech kim bilmaydi. Ya'ni mishada turdi. Bu qachon bilib qoldi deganda, sizlar ash pulni masalan miyadin salni besib, salimiz setishgan-ku. Ashu shifr tangini Bitcoin'ni sizlar satgan vaqtda, ya'ni PayPal'ga almashtirgan vaqtda, uni PayPal'dan qashqa vaqt bilmaydi. Yoki bo'lmasa, ashta qamdi shu. Shu hech kim bilmaydi. Buni endi bank ketmaydi. Faqatla shu telefonning signali bo'lsa, mayli shimoliy qutb bo'lamsizlar yoki janub qutbini yoki jangaldimi yoki tog'ning ustidami yoki qumliq bo'lsanglarmi, shu telefonning signali bo'lsa, signal bo'lmay qolsa, Elon Musk'niki hozir Ukraina urushlayotganidan keyin bog'i Starlink degan satellite bilan Sunyamra bilan telefonni Wi-Fi chiqib telefonni ulangan ashni applar ashundan o'rib o'tishlar $1 milyon ya $100 milyon ya $1000 ya $10 $5 milyon har $100 milyon bo'lsa menimcha jiqra bir kun ketishi mumkin. Chunki Coinbase'dan bular jiqdi pullar bo'lsa bular buni tekshirdi. Bu tekshirganda bu qat'iy sizning kim avatganini kim turgan mumkin emas bilmaydi. Kim avatganini ya kim qabul qilgan faqat bilmaydi. Faqat $100 milyon chiqib biladi. Bular endi hacker bo'lib qolmasin deb sizlarga uçuruyorlar email avatidi. Ma pul müştaq bo'ldi rasmiy g'ami deb. Sizlar rost deysizlar. Ba'zi uçurilmaslik mumkin. Ya boshda $1 milyon yo'sanglar, so'raydi. Masalan, so'rgandan keyin shu konfirm qilgandan keyin ikkinchi qatim qayta so'ramaydi. $1 milyon avatsanglar. Shundan avatsizlar hech kim bilmaydi. Bu faqat so'rab qolsa, bilib qolsa-mi, masalan, Coinbase'dan shu appni yasagan shirkatmi? Agarda $100 milyon qaysi bir yerga o'tganini biladi, biroq kimning sog'anini, kimning olganini mumkin emas bilmaydi. Buni qanday buni agarda buni nima uchun bunday bilmayman bilsanglar, men birinchi videoda bor. Ashni ko'rsanglar bilsan. Chunki $100 milyon odam bor buning ichida. $100 milyon odamning hammasini yesni ilish kerak. Yesni ilish uchun 10 yil ketadi. Shuni mumkin emas bilmaydi buni. Shuningdan shu amallar bilan Yevropadan har qanday Amerikaga yo Osiyoga nima bo'lsa pulni hech kim chandırmaylar. Pulni o'ralaysan hech kim bilmaydi. Şuna bunu Qur'an aldıqanlar, Qur'an satdıqanlar, ma'laqada atkaschilar, doğru zarik atkaschilar bunu bakçıq paydalandı bundan. Çünki hech kim bilmaydi bunu, hatta CIA'nin bilmaydi. Shu maxfiy nomerini bilib qolsa, agar pulni bakçıq ketib, nima qilsanglar, mandaq oshqushni birini, mandaq USB oshqushni birini qo'yinglar, elib buni qanday olamiz deganda bizning WhatsApp guruhda bizning bir Karvan Aziz degan qarindishimiz, Avstraliya qarindishimiz shu yo'lab qo'yibdi. Ashni elib, meniki boshqasi, meni azaragam deb bu. Sizlar ashni epla, shuni ulab qo'yinglar. Buni qanday ulaymiz deganda, ya'ni mishadni ulaysizlar. Mishaddan settingizga kirib, settingizning mishada bir yeri bor deymiz, security degan bir yeri bor. Men ismi chiqib qoldi. Mishaga bir yak bosanglar, mishaga security ki mishani managerga mishaga birini bosanglar, ish qilib chiqadi. Men ma'qul deyman. Bishni bosanglar, shu USB oshqushni ulaysizlar, ulab bo'lgandan keyincha jiq bo'lib qolsa, haqlar maxfiy nomerini bilib olsa-mu, shu USB oshqushni ishga solmaguncha mumkin emas, ishga kiramaydi. Pulni ololmaydi, ya pulni yo'llayolmaydi.
Aşındak gap. Şundan jami bugün şu 4-cü bolduma. 4-cüni hazır tunuşturup da qalğandan keyin asasda yeni amalar çıqqanda, yeni bay amalar yine 2 xil qaldı demen, birisimi 2 qaldı. Davamlı aşı bir kompüter qo'shib birsizlar, aşı jimtosat pulni tepib berdi, az bo'lsa-ma. Keyin tepib olgandan oxirida buni qildak sun'iy kompüterni birini 5 dollarga birini epla. Buni ko'paytirsalar 100 ga ya 1 ming ko'paytirsalar, shuni bir kompüterdan 5-6 app bir kompüterdan 100 dollar topsa, 6 app ham birishib 100 dollar topsa, onun deyimiz neçip ketdi, 1000 dollar, 100 ming deyimiz. Bu aranda bo'lgan Xitoylar AI bilan 100 ming yasab dedigan, yasabchi, kompüter o'zi yasaydi ekan buni. Bular app bilan yasaydi ekan, bir kod, program bilan yasab, 100 ming yasab o'tib, 100 mingni mangdirib ekan bir kompüterda. Mangdirib o'tib, 100 mingni bir ideani shundoq chiqib ketganlar bor ekan. Biz agarda bizning aramizda kompüter usta Yevropalar bo'lsa, ana shundoq aşında bir yazsanlar, sun'iy kompüterni yazsanlar. Bunun eng muhim nima bo'lsa, IP'ni o'xshaman IP'ni yazsanlar bo'ldi. O'xshaman IP'li bo'lsa bo'ladi. VPN bo'lmaydi ekan, men sinab baqdim. Aniki VPS sinab baqdim bo'lmaydi ekan. Bularni yamanka bilan bilib qoldi ekan. Sizlar shu bir amalni qilib, xalqlar bilmaydigan IP'ni yasasanlar kompüterda. O'xshaman IP'li bo'lsa, shuni qachilar birsizlar. Shu o'xshash 6 appni 10 ga 100 kompüterga, 1000 kompüterga o'xshash qachilar birsizlar, 1000 kompüter bir vaqtda bir kompüterning ichida 1000 sun'iy kompüter 1000 berdi. 1000 o'xshamagan IP'da sun'iy kompüter bor degan. Aranda bu Xitoylar 100 ming yasab ashtaqa o'tiribdi. Sizlar shundaq keyincha kompüter usta bo'lsa, bo'lsa biz ko'paysanlar bo'ladi. Bulda qolganini keyin so'zlaydi, bulda ma'qul amsa xo'sh Allohga amanat.